Diqqat, haydovchilar prava uchun qaytadan imtihon topshiradimi? Assalomu alaykum aziz tomoshabin, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, ijtimoiy tarmoqlarda 2021-yilga qadar milliy haydovchilik guvohnomasini olgan haydovchilar yangi imtihon markazlarida grafik asosida majburiy tartibda bepul qaytadan imtihon o'tkazilishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar yuzasidan Yo'l harakati xavfsizlik xizmati munosabat bildirdi. Bildirilishicha, ushbu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va hech qanday huquqiy asoslarga ega emas. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan bu kabi yolg'on xabarlarni tarqatib, fuqarolarni chalg'itmaslik so'raladi. Jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi, deyiladi xabarda. Siz bugun o'z kanalda edingiz, kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz hech qanday yolg'on clickbait xabarlarni tarqatmaymiz. Faqat rasmiy xabarlar bo'ladi bizda.